Chiroyli, fayzli uy qilish o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Sizga 3 xonali zo'r narxda, zo'r taklif, zo'r planirovkada, zo'r lokatsiyada taklif qilmoqchiman. Shu uyimizni 3 xona 78 kvadrat metr, remont holati o'rtachadan sal pastroq, 78 kvadrat, egalari 73.560 dollarda so'rashyapti. Kelishiladigan joylarimiz bor. Yunusobod 9-kvartal, maktab, bog'cha, tarbiyaviy kompleks atrofimizda hammasi bor. Keling birgalikda uyni ko'ramiz. Podyezddan kirish eshigimiz bizda kattagina, keng va uzun prixoshkamiz bo'ladi. O'ng tarafga kiradigan bo'lsa, bizda zalimiz 3.5 ga 5.20, plus balkon qo'shilgan. Balkon bu yoqda 2 ga 6, katta balkon deb bo'ladi. Bu yoq tarafimiz chap taraf. Birinchi xonamiz. Akvarom reshotkalari mavjud. Bu yoq tarafimiz ikkinchi xonamiz. Akvarom reshotkalari tayyor. Shu prixoshkani o'zida o'zini kladovoyi ham bor. Mana kladovoylari. Bu yoqga pilisos, kir mashinani joylashtirsangiz bo'ladi, bankalaringizni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Shu bilan sanuzellarimiz ham alohida. Birinchisi hojatxona, ikkinchisi bizda hammom. Oshxonaga chiqamiz. Oshxona o'tirib ovqatlanadigan territoriyamizda как stolовый qilib foydalanasiz. Bu yoq ovqat tayyorlaydigan zonamiz. Yo'l yuzida hamma yog'imiz yashil hudud, havolari zo'r, lokatsiyasi yaxshi. 78 kvadrat shu uyimizni bu uyi raskoshni chiroyli qilish o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Telefon raqami opsiyasida aloqaga chiqasiz.